Liu Bei'nin quruq qo'l holatdan egilik tiklab, shundoq cho'ng ishlarni qila olishida uning qon tog'isi bo'lganligi cho'ng sabab bo'lganmi? Undaq emas. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchalarni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Liu Bei quruq qo'l egilik tiklab cho'ng ishlarni qila oladi. Undaq bo'lsa, uning cho'ng ishlarni qila olishiga qanday sabablar mujassamlangan? Birinchisi, Liu Bei boshqalardan foydalanishni biladi. Masalan, uningki tunji iqtisodiy Zhang Fei'dan kelgan. Yani Zhang Fei nurg'un mol mulkini setib, uningga ot va askar yig'ishiga pul to'liqlab bergan. Ikkinchisi, Guan Yu. Guan Yu 18 taram qo'shini oldida hayvisini ko'zitib, Liu Bei'ninki inovatini yuqori ko'targan. Uchinchisi bo'lsa boshqalar bilan hamkorlashish. Ya'ni u tunji bo'lib Gongsun bilan hamkorlashib, o'zining qo'shinini kuchaytirdi. Ikkinchi bo'lib Liu Bu bilan hamkorlashib, Cao Cao qarshi chiqdi. Uchinchi bo'lib Cao Cao bilan birlashib, Liu Bu'ni o'ldirdi. To'rtinchi bo'lib Yuan Shao bilan birlashib, Cao Cao qarshi chiqdi. Beshinchi bo'lib Liu Buya bilan birlashib, o'ziga tava zaminga erishdi. Oltinchi bo'lib Sharqi Wu bilan birlashib, Cao Cao qarshi chiqdi. Shu asosda asta-asta o'zining egiligini tiklab chiqdi. Demak, agar siz yangidan egilik tiklayotgan bir kishi bo'lsangiz, chuqur boshqalar bilan hamkorlashishni, ya'ni teng manfaatlangan holatda hamkorlashishni o'rganib olishingiz kerak. Shunday vaqtda siz tez suratda taraqqiy qila olasiz. Agar sizin bu gaplarim qo'shilsangiz, inkas rayoniga 66 raqamini qoldirib qo'ying, ham texim ko'p do'stlarning foydalanishi uchun bu filmni tarqatib qo'ying. Texim ko'p egilik tiklashga, jahondorchilikqa oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrim xonamga uchur qiling.